yoki O'zil, Mesut O'zil men uchun. Roy Keane yoki Fabregas, Albatta Roy Keane. David Beckham yoki Edgar, Shubhasiz David Beckham. Ryan Giggs yoki Saka, Ryan Giggs afsona jihatdan ancha kuchliroq, to'g'ri, lekin Saka hali o'zini ko'rsatadi kelajakda. Shuning uchun meni tanlovim hozirda Bukayo Saka. Wayne Rooney yoki Bergkamp, Juda ham qiyin, juda ham. United afsonasi Wayne Rooney. va oxirgisi Cristiano Ronaldo hamda Thierry Henry. O'ylashim bo'yicha albatta Thierry Henry emas, Cristiano buyuk Ronaldo. Murabbiylarcha afsonaviy Arsen Wenger hamda afsonaviy Sir Alex Ferguson. Bu yoqda keling, ko'rayotgan odamlarga tanlovni beraylik. Sir Alex Ferguson yoki Arsen Wenger. Siz nima deb o'ylaysiz? Izohlarga o'tamiz.